Aka, bugun mushukchalarimizni o'lchaymiz. Birinchi biz mushukchamizdan boshlaymiz. Mana bu mushukchamiz eng katta tug'ilgan. Hali ajratib olasizlar. Biz o'sha ajratadigan bo'ldik. Mana bu yonida katta dumaloq borligi, eng qorasi, eng chiroylisi bu. Ism qo'ydik biz o'sha. Mana bu safar bolalarim qo'yishdi. Buni ismi Gertsog. 247 gram. Oy, mana jiyanim Gertsogcham. Ikkinchi mushukchamiz. Buni ismini bolalarim Graf Monte Cristo deb qo'yishdi. Ya'ni graf bu. Qani bismillah. 248 gram bo'limiz Graf Monte Cristo demak. Uchinchi mushukchamiz, eng kichkina tug'ilgan mushukchamiz. Buni ismi Sherlock Holmes. Sherlock Holmeslar bu kishi. Qani bismillah. Qani siz qancha gram bo'libsiz? Eng baqiroq 221 gram bo'lyaptilar. Qochib ketyaptilar, qochib ketyaptilar, lekin hali ko'zchalari bularni ochilmadi. Ko'zchalari hali ochilmadi. Bir haftalik bo'lishdi. 10 kungacha kutamiz. Ya'ni 2-3 kun ichida ko'zlari ochilib qoladi, xudo xolasa.